Atuşning Ustun Atush yezisida bir ayolning Maryam Niso, Qambar Niso ismli ikki qizi bor bo'lib, cho'ng qizi Maryam Niso oldingi yili kezik kesili bilan o'lib ketgandan keyin kichik qizi Qambar Niso bilan yolg'iz qoldi. Qambar Nisoning kundan kunga cho'ng bo'lishiga agishib, uyning chiqimlari mo borgan sari ko'payib beribdi. Eridan yoshla to'l qolgan bu ayol oxiri turmushning qattiqchiligida qo'shni kanatdagi ayoli o'lib ketgan bir boyga yotliq bo'pti. Bu boy bakla ochko'z bo'lib, kichikkina naf uchun bag g'ojamlarga xushomat qibla yuriydi ekan. O'gay qizi Qambar Nisoning kundan kunga rang tuzab bo'yiga yetib qolganligiga ko'zi tushgan boy ko'ngliga bir shumliqni pukibdi. Ya'ni Qambar Nisoni ayoli o'lib ketgan o'zidinmi boy bir qiyriga yotliq qilib, u boydan pul mol undirib olish maqsadida ayoliga Qambar Nisoni qiyri boyga tegishga ma'qul keltirishni aytibdi. Erining oldida bequvul bechora ayol qizi Qambar Nisoga yolvorib beqibdi. Aldab beqibdi, lekin Qambar Niso unumabdi. O'gay dada Qambar Nisoning qo'shilmaganligini anglab qattiq xafa bo'pti va agar Qambar Nisoni ma'qul keltirmasa, ana bola ikkilisini uydan qo'g'lab chiqardiganligini aytibdi. Rahimsiz o'gay dadaning majburlashi bilan oxiri bu to'ymu bo'pti. Lekin o'zining bo'vsidek qiyriga yotliq bo'lishni xolamagan Qambar Niso to'y kuni kechda boyning uyidan qochib chiqib, mahallaning oyiqidagi ko'lga o'zini tashlab o'libdi. Dadası, silik deyiştim, şunda xijalat oladımı? Ben savlan, ben deyişkendim, qat'i yaqin kemmetdi. Bu işni qandaq qilsaq bo'la? Bu işni Allah bilan abla bilan deyiş bo'ldi. Qizon cho'ngma senmi? Sen gapga kirgizmam cho'ng olgan ekan. Bu taxi kichik tursa, men bu qiz oldin ansirab qoldim. Bir ay chiqirib qo'yamdiki deb o'ylayman. O vaqtida silim xijolat, menmi xijolat, o'ttaliqda bola xijolat. Qanday qilsan bola tarbiya qilibsan, o'sha to'yni qilmasa bo'lmaydi. Nimanda jiq gap qilsa? Biz bu ishni kerak o'ylab baqsaq bo'lmasmi dadasi? Nimda gap tushunmaysa, ma yuzimni qo'yamiz qo'ymamsa. Ya qizning gap kuchigiz, ya bo'lmas qizning o'yini beqo'laydi.
Qambansa. Qambansu. Qani balam sen? Mana. Mekkila balam. Voy jenim balam, nima ish qilyapsiz bog'da? To'g'ashib cheti bana. Qo'llarimni qayla chiqsib. Berib ketdingmi? Charchiding balam. Xon balam, chiroyli balam. Balam ko'nglingni yerim qilma. Endi bu ishlar amal yo'q. Dadam qo'shlab bo'libdi balam. Senda menda amal yo'q. Bu ishni qilmasak bo'lmaydi. Ko'nglim qat'iy yerim qilmag'in. Bu ishlar o'tib ketadi. Dadam bu to'yga qo'shlab bo'libdi. Sen qilmasang bo'lmaydi. Meni bo'lsin o'ylab qo'ygan balam. O'tirliqda menda xijolat qildinglar. Sen qarsam sen, dadangga qarsam, u yoqqa qarsam dadang balam. Onda o'zim deysan olmamdi. Unda qilmagan jenim balam, men o'ylamasam bo'lmaydi. O'tirliqda menda xijolat top qoladi ekanman. Qizval degan cho'qim cho'ng'osi to'y qildi. Bu degan beshidan o'tdi. Asma to'y qilmayman. Meni unda xijolat qilsam bo'lmaydi. Men o'ylab qaradim. Men onda qiyriq tegmay. Vay canım balam. Vay xam balam. Canım balam. Qanday sağ balam. Ben qanday qilma balam. Qanday tashlab ketdim balam. Ben qanday chidayman balam. Canım balam. Mushlar suv qanday qotqansa balam. Vay balam. Vay qanday sağ. Vay balam. Vay balam. Vay. Allah cahan eyley bayan
Yaxşı